7 noyabr kuni Kanada Bosh ministri Justin Trudeau Kanadadagi bir qism Uyg'urlar bilan ko'rishgan. Bu uchrashish Bosh ministri Justin Trudeau apandimning partiyasi bo'lgan Kanada Liberallar partiyasining Montreal shahrida o'tkazilgan i'oni yig'ish faoliyatida o'tkazilgan. Bu i'oni yig'ish ziyofatiga Kanadadagi Uyg'urlarning haqlarini himoya qilish qurilishining a'zolari va shundaqla Kanadadagi bir qism Uyg'ur jamoat vakillari va faoliyatchilardan bo'lib jami 10 kishi taklif bilan qatnashgan. Kanada Liberallar partiyasi o'rinlashtirgan bu ziyofatga qatnashgan Uyg'urlar ziyofatga ishtirok qilgan Bosh ministr Justin Trudeau apandi bilan bevosita ko'rishish va uningga Uyg'urlarning bir qancha muhim masalalarini o'z og'zi bilan yetkazish fursatiga erishgan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu parlamentning plan va xamchut komitetida so'z qilganda Uyg'urlar to'g'risidagi tanqidlarga javob berib, G'arb davlatlari bu masalani Xitoyga siyosiy jihatdan ishlatishni xohlaydi. Turkiya bo'lsa ayrim bayon qiladi dedi. Çavuşoğlu G'arb davlatlarining yaqinqi bayonotlarda Uyg'urlarga ahamiyat berayotganligini ta'kidlab, biz birlikda harakat qilamiz. Islom dunyosida bu masalada ittifoqlik yo'q. Baxtga qarshi Turk dunyosida ham ittifoqlik yo'q. Bu sababdan biz bu jihatda nemani xohlasak shuni qilolmaymiz dedi. Çavuşoğlu Uyg'urlarga qarta o'xshamagan tangponlikning borlig'ini tilga olib bundoq dedi. Ammo biz yolg'iz bo'lsakmi, Falastinga o'xshash Uyg'ur turklarini davomli qo'g'daymiz. Xabar qilinishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping 8 noyabr kuni Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti Birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabini ziyorat qilib, Xitoy qurolli qismlarining barliq kuchini urushga markazlashtirishni talab qilgan. Taratqularda bu vaqtdagi xabarlarda Xi Jinpingning bu so'zlarining Tayvanni andishiga selishi mumkinligini ta'kidladi. Egilinishcha Xitoy xalqaro import yarmankasining ochilish marosimida nutq so'zlaydigan Yevropa Kengashining raisi Charles Michelning sinalg'u lentasi e'lon qilinmaydi ekan. Yevropadagi 3 diplomatning Reuters agentligi aytishicha, sinalg'u lentasida Yevropa Kengashining raisi Rossiyaning Ukrainadagi qonunsiz urushini qattiq tanqid qilgan va sudida Xitoyga tayinishni azaytishni talab qilgan. Germaniya hukumati o'zak ishlab chiqaruvchi Elmos shirkatining Xitoy mablag' solgan bir elektron shirkatiga sotilishni cheklashni planladi. Germaniya hukumatining bu kelishimni to'smoqchi bo'lishi Amerika va Yevropa ittifoqining Xitoyning strategik texnikalarga erishishiga qarshi maydonini aks ettirdi deb qaralmoqda. Yaqinda Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Hamburg portidagi bir terminalning 24,9%lik payini Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi Costco transport shirkatiga sotganligi uchun tanqidga uchirgan edi. Saudiya Arabiston bevosita mablag' selishga ilhom berish uchun Turkiya bilan suhbat elib borganligini e'lon qildi. Saudiya Arabistonning rasmiy axborot organi CPI'dagi xabarlarda Saudiya Arabiston ministrlar kengashi yig'inida Turkiya bilan mablag' selishni ilgari surish masalasining kun tartibga kelganligi o'ttirg'i qo'yilgan.